Aleyküm barodalar, buna Qavajondan, Jarqo'rg'ondan, Suxondan Zohidjon akamiz kelibdi hijomaga. Qanday bo'lyapti aka? Akajon, hoji akamizning hijomasiga kelingizlar. Metro Kotelnik Moskvaga kelingizlar. Juda ajoyib bo'lyapti. Metro Kotelnik, улица Строителей, дом 2. Birinchi bekdan chiqasizlar. Medcenter Shifo. Medcenter Shifo. Bu yerda ginekologiya, urologiya, stomatologiya hamma narsa mavjud. Agar kim kela olmasa, 5, 6, 7, 8 kishi har joyda yuribdi-ku, dachalarda ishlab. Shularga o'zimiz borib kelamiz. Mashinada inshaalloh. Hoji akam joni sog' bo'lsin, shu xalqimizga, elimizga, musofirlarga xizmat ko'rsatyapti. Ilohim yana kasbiga baraka bersin. Kelingizlar akalar, ukalar, kelingizlar hijomaga kelingizlar. 1000 rubl, 2000 rubl hech gap emas, kelajakda o'laylik. Yoshmiz, kelingizlar. Davom ketingizlar. Mana qarang, mana. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa kelsa bolalar o'zimiz nima qilib, ana hijoma qilib, hammasini to'g'rilab qilamiz inshaalloh. Papichiklarga mana bugun Moskva shahrida Metro Kotelnikda mana bugun hoji akamizning Moskvaga keldik hijomasiga. Xudoga shukr, mana yaxshi zo'r. Qizaloq TV'ning papichiklariga like bosingizlar. Kuzatishda davom etingizlar. Sherdan ayting, sherdan Qizlovatga. Yigitlar shundayin, yurak doim bekdayin, qaddi baland tog'dayin Qizlobat akamizning papichiklariga pas bilan pas ketmaydilar, dushmanga bosh egmaydilar, nomus orin sotmaydilar. Qizlobotning yigitlari. Mina Opel Mercedes, Reforma tez, Mazma Kia 2000, Malades Qizlobotning yigitlari. Like bosingizlar.